Champions League, Inter, Barcelona. Alvido. Nimada problema bo'lishi mumkin? Karburatordanmi deyman? Biz panayotganmiz, Sparkda qaydan karburator bo'ladi? Bo'lmasa bu kerak emas-da. Da hurmat mo'y tekshir qani. Hey, ko'p gapirma. 3 oydan beri bitta Spark to'shqa deyapsan. Deysizmi? O'zi telefon kavlamaylar, biz panayotga bo'lasizlar deydi. Kuni bo'yi telefon kavlagan. Ko'p gapirma, Elza. Chiqar katta. Dada, o'zi nima ko'ryapsiz? Bizlarga ham ko'rsating. Dada, muncha qiziqib ko'ryapsiz? O'g'lim, g'ayrat qara. Undan ko'ra haq bersa bo'lmaymi? Balasini butun tantana, Malibu, Salibu o'yinchoqlar qilib Raddunni olib chiqibdi. Shuni internetga jo'rayapti, Instagramga. O'ylik. Dada, bizani qanday olib chiqqansiz roddomdan? O'g'lim, sizlarda Gidita 1994-yillar. Yo'q, точно 96-yil butun Raddonni o'zimga qaratib, qop-qora Mercedes keldim. Hamma hayratda, rais buvam keldimi deb. Yo'q, bu men Furik motorist edim. Tak, stop. O'sha payt Mercedes Benz'siz bor edimi? Durak, bu hamsiyamiz urug' ekaniki. Shunday lotkadan tushib, kassiya soatimga qaradim. Xayriyat ulguribman. Xursand bo'lib ketayotganimda hamshira 90ni tabriklaymiz. Egizak farzandlar muborak bo'lsin dedi. Tak, stop. Tushunmadim. Biz nima Toshkentda tug'ilganmiz? O dabba hamshira Qarnovdandi. Shunda men hozir 1 daqiqa kelaman dedim. Hamshira hayron, bu dabba qayerga ketdi? Lekin men Smart Life'ga tashrif buyurdim. Smart Life'da 6 oydan 8 oygacha bitta pasport evaziga bo'lib to'lashga iPhone xarid qilsa bo'lar ekan. Lekin men pas ketmay, boboychalarni shatar sanab 2 ta iPhone oldim. Sog' mushuk, omon mushuk. Va xursandchilik ostida hamshiraga iPhone 15 Pro Max natural titandan sovg'a qildim. Shunda hamshira xursand. Rahmat To'solib, men bundaqasini ishlatmaganman dedi. Va bo'lajak hurmat izzatni olib, enangga xafa bo'lmasin deb iPhone 16 Pro Max biset rangidan sovg'a qildim. Tak, stop. 96-yil nafaqa Smart Life. Steve Jobs xayolga ham iPhone kelmagan-ku. Menga qara, pulini olganingdan keyin o'sha payt Smart Life ham bo'lardi, iPhone ham bo'lardi. Qisib eshit oxirigacha, tushundingmi? Va do'stlarimga haq berishga ketayotganimda, Dada, men qayerda edim o'sha payt? yo, bani soat o'g'lim, o'shanda hamshira 90 to'xtang, qayerga ketyapsiz? 3-o'g'lingizdan chiqibdi-ku dedi. Va bir necha soatlarga kech qolganing uchun seni ismingni Soat deb qo'ydik. Va biz baxtli antiqa oilamiz. Arizadim go'zal